Soat necha bo'lib ketdi? Ish qilib ulgursam bo'ldi. Qatda yuribdi. Mehmonlar kelishga uspet qilishim kerak. Voy, namchi qolib ketdingiz. Mehmonlar kelib qoldi уже. Tez olib borib bering. Voy. Uyingizgami? Ha, uyga men orqangizdan norini olib boraman. Uyi bilasizmi? Yashillarimiz. Yashillarimiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizga berib xolaming. Oling. Nima? Bo'ldi, sizga berib xola bilmadim. Gulzapa yuzga tashab ketdim. Bu yuz olib qoldilar. Qanaqa bu? Mani pulim yo'q ku. Bilmadim, o'sha yashil darvoza degan so'chatga tashab ketdim Gulzapa. Men shoshib turdim, keyin telefonlashamiz. Bo'ldi. Xo'p. Hoy bola, to'xta, bu nima? Ha, Yulduz, siznikimi? Ajrashib tashlab ketibdi. Yo'q, xola meniki emas. Eshingizni ochib turganiga so'rashib ketdik dedim. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Hozir uyga kirib chiqay, qaytib chiqaman. Xo'p, charchamang xola. Bekorga yetishmagan ekanda, to'q qo'shningda och qo'shningni haqqi bordir. Ey Allohim, o'zingga behisob shukur, shunaqa chiroyli yo'l bilan ko'zlarimni ochdi.